Yetimlikning qattiq noni. Muallif Go'zal Omonova. Izg'irinli kuz yilvizagi Munisaning baxtli bolaligini o'zi bilan olib ketdi go'yo. Endigina 13 yoshga kirgan qizning taqdiriga yetimlikning achchiq qismati bitildi. Qizini olib kelinglar. Oxirgi bora didoriga to'ysin. Kelinoyisiga imladi yug'uvchi ayol. Ko'tara olarmikin opa? Harna soviydi. Kirgizing. Munisa qizim, kela qol. Oying bilan so'nggi bor vidolashgin bolam. Xonaga kirdim. Butun xonani mushk isi tutgan. To'rda baxmal ko'rpachada uyqudagi farishta misol onajonim yotibdilar. Sekin yonlariga bordim. Qo'llaridan tutdim. Nogoh seskanib ketdim. Doim boshimni mehr bilan silovchi qo'llar, tafti issiq onamning bag'ri muzdek edi. Ho'ngrab yig'lab yubordim. Onajon, oxirgi so'zim shu bo'ldi. Yer va osmon teskarisiga aylandi. Ko'z oldim qorong'ulashib, hushimdan ketdim. Yuziga suv seping, nashating spirt hidlating. Xo'y, nega qizni o'rab oldingiz? Unga havo yetishmayapti, suv sepinglar tezroq. Hamma talvasada. Yo'g'ich ayol dimog'imga qandaydir o'tkir hidli narsa tutdi. Zo'rg'a ko'zlarimni ochdim. O'zingga keldingmi bolam? Qo'rqitib yubording-ku, dedi u boshimni silab. Shu dam onamning issiq taftini tuygandek bo'ldim. Qo'llaridan tutib sekin pichirladim. Onajon, bardam bo'l bolam. Bu ham Allohning sinovi. Alloh suygan bandalariga sinov beradi. Bo'ldi, endi chiqaring. Mayitni yuvish kerak. Erkaklar ham kutib qolishdi. Bir tarafimdan kelinoyim, bir tarafimdan xolam tutib xonadan chiqara boshladilar. Onajon, bo'g'zimga achchiq ko'z yosh tiqilib qoldi. Men ham sizga yordam beraman. Arang ovozim chiqdi. Yana hushingni yo'qotasan, qizim. Yo'q, men ham qolaman shu yerda. Mayli, qolaversin. Boshladik, dedi yug'ich ayol. Onamni yuvishni boshladik. Yuvganimiz sari xonani xushbo'y is tutib borardi. Mashalloh, jannat ayol ekan. Hali men mushk surmadim. Onajonim, naqadar go'zalsiz. Nahot endi sizning iforingizni, issiq taftingizni boshqa his qila olmayman. Sog'inganda qabringizni quchaymi ona? Shum xabar eshitdim quloqlarimni berkitib qaylarga ko'chayin ona. Bag'ringizni sog'indim, issiq taftingiz. Endi qabringizni quchaymi ona? Bo'ldi, erkaklarni chaqiringlar. Mayitni so'nggi yo'lga kuzatishsin. Amakim, tog'am va bir nechta qarindoshlarimiz kirib kelishdi. Mehribonimni olib ketishyapti. Osmonlar boshimga quladi go'yo. Ichimdan bir nido keldi. Onajon, onajonim, nuri diydam. Sizsiz bu yolg'onchi dunyoda men qanday yashayman? Men uchun qayg'uruvchim bu dunyoda faqatgina siz edingiz. Meni kimga tashlab ketyapsiz, onajon? Yana yer teskari aylandi. Ko'z oldim qorong'ulashib, hushimdan ketdim. Ko'zlarimni ochganimda allaqachon onajonimni olib ketishgandi. Kimdir piyolada suv tutdi, kimdir ovqat. Hech biri tomog'imdan o'tmadi. Ovqat yeganimdan ne naf. Umuman, bu dunyoda meni bog'lab turadigan sabab qolmadi. Oyim yotgan xonada oxirgi bor kiygan ko'ylaklari turardi. Ko'ylakni bag'rimga bosdim, to'yib hidladim. Ko'zlarimdan tinmay yosh oqar, o'ksib yig'layapman. Hayotim oq-qora ranglardan iborat bo'lib qoldi. Onasi o'tgan inson necha yosh bo'lmas, bir kunda ulg'ayar ekan. Onamdan so'ng hayotning qora tomonlari yaqqol ko'rina boshladi. Aslida oyimga turmush qurish mumkin bo'lmagan ekan. Yurak yetishmovchiligi bilan og'rigan ekanlar. Turmush qurishlariga hamma qarshi bo'lgan ekan. O'zimdan iz qoldirishim kerak. Necha yillik umrim bor. Allohga ayon deb hammaga qarshi chiqib turmush qurgan ekanlar. Men tug'ilganimda dunyolarcha sevingan ekanlar. Ortimdan yig'lovchi, hayotda qoladigan nishonam bor deb. Onajon, o'shanda meni emas,
Bir o'g'il tug'sangiz bo'lmasmidi? Qiz bola holimga, yosh boshimga, buyuk yelkamga og'irlik qilyapti. Oyim va dadamning nikohlari qonuniy bo'lmagan. Bu menga kasalmand kelin kerak emas. Buning ustiga bitta qiz farzand bilan o'tib ketasanmi deb oyimni uydan haydab chiqarganlar. Biz buvimnikida turardik. Onam betob bo'lsa-da, meni kamchilik ko'rmasin deb zavodda ishlaganlar. Bu esa salomatliklariga yomon ta'sir qilgan. Oxirgi yillarini shifoxonada o'tkazdilar. Men tog'amning xotini, ya'ni kelin oyimning qo'llarida ulg'aydim. Kelin oyim meni o'z farzandlari qatorida emizganlar, mehr berganlar. O'z otamni eslay olmayman. Tog'amni ota deyman. Tog'amning 6 ta farzandlari bor. 3 o'g'il, 3 qiz. Onam hayotlik vaqtlarida tog'amning farzandlari bilan ahil edik. Ammo onamdan keyin barchasi teskarisiga aylandi. Yangi yil bayrami arafasida tog'am hammamizga bayramona libos sovg'a qildilar. Shunda tog'amning kichkina qizlari mening libosimni olib, "Bu ham menga, Munisa meni eski bayram libosimni kiysin", dedi. Bo'g'zimga achchiq ko'z yosh tiqildi. "Nega u sening eski kiyimingni kiyadi? Axir hammangizga yangi kiyim olib keldim-ku", dedi tog'am. "Chunki u yetimcha. Yetimchalar eski kiyim kiysa ham bo'ladi." Ko'zlarimdan yosh oqib xonani tark etdim. "Onajon, nega meni bunchalar erta tark etdingiz? Meni ham o'zingiz bilan olib ketmadingiz. Bu shafqatsiz dunyoda meni kimga ishonib ketdingiz?" Xonaga qaytib kirdim. Tog'am qiziga tanbeh berayotgan ekan. "Opamni xafa qilmang, ota. Menga eski libos ham bo'laveradi." "Munisa qizim, sen menga singlimdan yodgorliksan. Onangning omonatisan. Men uchun o'z farzandimdan-da a'losan. Bundan buyon kim Munisani xafa qilsa qarshisida meni ko'radi", dedi tog'am qat'iy. Tog'ajonimning mehridan oz bo'lsa-da ko'nglim ko'tarildi. Ammo tog'amning bu so'zlari men uchun qimmatga tushdi. Shu kundan boshlab tog'amning farzandlari meni o'z uchun raqibi deb bilar, fursat topildi deguncha menga ozor berar, turtkilashardi. Va bir kuni mening baxtsizligimga sababchi bo'lgan o'sha dahshatli ish sodir bo'ldi. Tog'am va kelin oyim mehmondorchilikka ketishganda, tog'amning uchala qizlari meni xonaga qamab olib, rosa kaltaklashdi. Qulog'imda kuchli og'riq his qildim. Butun a'zoyi badanim qaqshardi. Ko'z oldim qorong'ilashib, hushimni yo'qotdim. Ko'zimni ochganimda tepamda tog'am yig'lab turar. Men shifoxonada edim. Tog'am nimadir dedilar. Faqat lablari harakatlanganini tushundim, ammo so'zlarini tushunmadim. Yana gapirdilar. Men esa yana eshitmadim. Keyin shifokorni chaqirdilar. Shifokor kelib meni obdon tekshirdi. U ham nimalardir dedi. Ammo men eshitmadim. Keyinroq bilishimcha o'sha kungi kaltaklar ta'sirida quloq pardam yirtilgan, ichki a'zolarim ham qattiq zararlangan ekan. Kelin oyim tinmay boshimda parvona bo'lar, opalarim ham menga juda mehribon bo'lib qolishgandi. Qulog'imga eshitish moslamasi o'rnatishdi. Endi faqat shu moslama orqali eshita olardim. Kelin oyim shifoxonada hamshira bo'lib ishlardilar. Nahordan shomgacha ishda bo'lardilar. Ro'zg'or ishlari ham butunlay mening zimmamga yuklatilgandi. Opalarim hech bir ish qilishmas, mening qilgan ishlarimdan xato izlab turtkilashardi. Maktabni tugatib, kasb-hunar kollejiga o'qishga topshirdim. Ammo o'qishga deyarli bormasdim. Uy ro'zg'or ishlari, chorva mollariga qarash bari meni zimmamda bo'lganligi tufayli o'qish uchun vaqt topa olmasdim. Kelin oyim akamning to'yiga deb yig'ib qo'ygan pullari kamayib, yo'qola boshladi. Bir kuni kelin oyim hammamizni yig'ib pulni kim olganini, agar tan olsa qattiq jazo qo'llamasliklarini aytdilar. Hamma jim. Yaxshi, unda har biringizni xonangizni tekshiramiz. Shunday deb xonalarni birin-ketin tekshira boshladilar. Mening xonamga navbat keldi. O'rnim, sumkam, kiyimlarim turadigan shkaf hammasini tekshirdilar. Kitob javonimni ko'rayotib, bir kitobning muqovasidan pul topib oldilar. Doim menga mehr bilan boquvchi ko'zlarda cheksiz g'azab zohir bo'lgandi. "Men emas, oyijon,
Men olmadim. Zo'rg'a ovozim chiqardi. Nega bunday qilding? Nima yetishmayotgandi senga? Bolalarim qatorida bolam dedim. Oq yuvib, oq taradim. Bergan mehrimga javobing shumi? Axir men olmadim oyijon. Bu pullar bu yerga qanday kelib qolganini bilmayman. O'chir ovozingni. Yuzimga tarsak tortib yubordilar. O'zi burungilar bejiz aytishmagan ekan. Yetim ko'zi asrasang, og'zi burning moy bo'lur. Yetim bola asrasang, og'zi burning qon bo'lur deb. Ko'zimga ko'rinma yetimcha. Dunyoyim ostin-ustin bo'lib ketdi. Onamdan so'ng suyanganim, ona degan insonimdan bunday so'zlarni eshitish men uchun juda og'ir edi.